marta homila o'smay qolgan, bular qayerga borishni ham bilmasdan, katta sroklarda o'smay qolganda, qiynalib, onlayn konsultatsiyada tanishib, homilalikka harakat qilib, homilador bo'lib, mana alhamdulillah oldimga уже pодарок bilan kelishdi, mana bu pодарок bilan. 2020-yilda turmushga chiqqan bo'lsam, 4 marotaba homila yo'qotib, doktordan doktorga, qog'oz licheniyadan licheniyaga, doridan doriga ajrashib ketish darajasiga ham borib qolganmizda biz oilada. Juda ham hayotdan to'yib ketgan paytlarim bo'lgan. Shu paytlar rosa siqilib, juda ham hayotim alg'ov-dalg'ov bo'lib, Toshkentga borib kelganimizda ham natija bo'lmagan. Qaytib kelib ham homilador bo'lishga qo'rqqanman, ikkilanganman, yana shunaqa bo'lib qolsa-chi degan. Bu orada uydagilar yana shunday bo'lsa, ajratib olishamiz degan. Men oilamni yo'qotib qo'yishdan qo'rqardim. Ichimda bir ishonch bor edi, lekin oilamni yo'qotib qo'yaman deb qo'rqardim. Sizni Allohdan, Allohim shu farzandlarimni beryapsan, shu farzandlarimni sog'lom dunyoga keltirishim uchun sababchi bandangni ber deb avgust oxirida so'ragan bo'lsam, sentyabrda licheniyaga harakat qilgan bo'lsak, o'sha shu oyning o'zidan testdan chiqib homilador bo'lib, qarang, iyunida tug'gan bo'lsam, undan oldin vrachlarga ko'p bo'lganmiz. Xorazmda juda ham yaxshi vrachlarga ko'ringanmiz, lekin natija bo'lmagan. Toshkentga ham borganmiz. Bizning 8 oylik paytda sizni yoningizga olib borganimizda 8 oylik edi. Licheniyani уже yarmiga yetmay Toshkentdan kelgandan keyin homilador bo'lib qolib, mana o'g'limni tug'dim. Boringizga shukr, mana ikkita farzandning onasiman. Mana ona bo'lishimga sababchi inson siz bo'ldingiz.